Voydod, men mashinani qarang, yonmachasiga yurar ekansiz-da endi. Va mana kapotini tegini qarang, ichida yashasa ham bo'ladi-yu. Mana buni kattaligini qaranglar, 4 tonna ekan, 0 dan 100 gacha 4,5 sekundda harakatlanar ekan, gelik bilan bir xil yurar ekan. Bu mashinamizning orqa balonlari ham buriladi. 24 radiusga ega bo'lgan disklarda turibdi. Mashinamizni pnevmopodveskada juda ham yumshoq yuradi. Mana bu kutib olishini qaranglar, bunga bitta отдельный baho berib qo'yasizlar. Bu o'sha V komplektatsiya, o'sha asfalt ko'chiradigan seriyasidan. Okili orqa dizaynini qaranglar, juda ham chiroyli, yorvorishgan xullas. Avtomobilimiz eng maksimalniy komplektatsiyada, eng navorochinniy hisoblanadi. Aytgancha, avtomobilimiz notariusga tayyor. 1 oy, 2 oy kutinglar demaymiz, srazu оформление qilib yuboramiz. Bu faqat Avenue Motors avtosalonimizda. Okili saloniga ham o'tib oldik, juda ham prostorniy, juda ham chiroyli. Oldingi obzorimizni ko'rgan bo'lsanglar, o'sha barcha navorotlari bor bu mashinamizda. Katta televizorda, monitor deysizlarmi, отдельный klimat kontrol uchun monitor, V knopka, полная мощность beradi. Hop, mashinamiz 700-750 km masofa bosib o'ta oladi. Cho'chimasdan bemalol bosib haydaverasizlar. Hop, hozir ikkinchi qatoriga o'tamiz. Okalar, ikkinchi qatoriga ham o'tib oldik. Ko'rib turganingizdek, 3-qatorga o'tish uchun juda ham prostorniy joy bor. Klimat kontrollari уже monitor o'rnatilgan. Ikkita orqa monitorlari ham bor. Avtomobilimiz aytganimdek bogатый komplektatsiyada. Bu gazoviy lyuk deyiladi. Buni temniyroq qilsa bo'ladi, svetliroq qilsa bo'ladi. Xullas, avtomobil eng zo'r komplektatsiyada. 3-qatorda hozir narsalar turibdi, uni ham ko'rsatib o'tardim. Endi u keyingi obzorimizda shu avtomobilimizning narxini $200,000 davomimizda kelishtirib qilib beramiz. Bemalol Avenue Motors avtosalonimizga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammaga xayr.